Miloddan avvalgi 37-yil Goguryeo Jolbon qal'asi Bekchening tarixi Goguryeodan boshlangan. Miloddan avvalgi 37-yilda qirol Jumong Jolbonni poytaxt qilib belgilab, Goguryeo davlatiga asos soldi. Goguryeoga asos solishda Jumonga Sasyon boshchiligidagi Sono qabilasi asosiy yordam berdi. Xo'sh! Bo'lsa qarang. Jahlimni chiqarmang. Ayting-chi. Meni o'g'illarimning tanasi nayza va o'qlardan azoblanganda, sizning o'g'lingiz Yuri nima qilayotgandi? Sasyona. Yuri bu saroyda bekorchilik qilib hashamatda yashab dam olayotganida, meni o'g'illarim qo'liga qurol olib siz bilan urushga kirib davlat qurishdi.